Atiga 130 ming so'mdan do'stlar O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'lib, juda chiroyli holatda konteyner mahsulotlardan mana shunaqa joylarni chiroyli holatda yopib berishar ekan do'stlar. Bunaqa narxda bunaqa konteyner yopadigan joy topolmaysizlar do'stlar. Eng asosiysi garantiya beradi. O'zbekiston 12 ta viloyati bo'ylab xizmatlar ko'rsatiladi do'stlar. Agarda stoykali, ya'ni yerdan boshqa stoykali variant kerak deydigan bo'lsa, ular 150 ming so'm, 200 ming so'm atrofida qarab turib boshlanadi do'stlar. Hozirgi kunda mana shu joyimiz hamda bu joyimiz necha puldan bitta necha puldan qilib berishgan kvadrat metrdan to'liqroq ma'lumotlar Farruh akamizdan olib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Xo'p, aka haqiqatda 130 ming so'mdan boshlab turib ag'uq olib ketaveradi aka. Ha, 130 ming so'mdan ashi bir sikatli. Mana bu tomonda. Ha, 8 metrgacha bo'lgan nimamizni duvol tepasiga 130 mingdan qoplayveradi. 130 ming so'mdan qoplayveradi. Ya'ni do'stlar qaranglar. Yaxshilab tushunib olinglar, stoykasiz varianti, ya'ni mana shu tepasini o'zini qilib berishda 130 ming so'mdan boshlanadi. U ham qanaqa? U ham 3-400 kvadrat bo'lsa qoplayveradi. Agar endi hozir nima Buxorodan 100 kvadrat bo'lsa, unaqaga boramiz ham qoplamaydi. Ha, demak, eng kamida sharti bor do'stlar, eng kamida 400 kvadrat metr bo'lsa, 300-400 kvadrat bo'lsa, uzoqlarga boraveramiz. Juda ham zo'r do'stlar, qaranglar. Agarda do'stlar mana shunaqangi joylar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik, jicha do'koningiz va mana shunaqangi skladiz bo'ladigan bo'lsa, agar stoykalar tayyor bo'ladigan bo'lsa, 300-400 kvadrat metr joylar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi shiperda o'rni, ya'ni tomda o'zini chiroyli holatda olish 130 ming so'mdan boshlanadi aka, xudo xolasa. Xo'p, agarda aka endi bunaqa stoykali varianti bo'lsa, necha puldan boshlanadi? Stoykalar varianti bo'lsa, shunday materialni olib kelamiz, hisoblab qo'shib qo'yamiz. Bunaqa yer bilan osmon qo'shilib ketmaydi. Yer bilan osmon qo'shilib ketmaydi. 150-160 ming bo'ladi, rosa bo'lsa. Eng arzon. Ha, shunaqa bo'ylari 3 metr. Shunaqa skromniy variant bo'lsa, shunaqa bo'ladi, lekin bo'yini 7-8 metr ko'tarib berasan, manaqasiga 8 metrga bez ustun tushirib berasan desa, unda qo'shilib qoladi, 200 ming so'mga qarab ketib qoladi. 200 ming so'mga qarab ketadi. Hozir esa qaranglar. 150 minglik varianti bilan pastda 200 minglik variantini farqini sizlarga tushuntirib beramiz. Bu tomonda necha puldan tayyor bo'lgan ekan hozir? Bu yerda bitishi 150 ming so'mga bitgan. 150 ming so'mlik varianti qaranglar. Bo'yi necha metr aka batdi? Bo'yi 3 metr. 3 metr u do'stlar yopilishi. Mana bu yerdan stoykalar qo'yib berilgan. Shuni hisobiga do'stlar narxi buniki 150 ming so'mdan. Agarda bunaqa kattaroq zdaniyalar bo'ladigan bo'lsa, bular necha puldan boshlanadi aka bunaqa variantlar? Bular bo'lsa, aka, manaqa bo'ylari 8 metr, eni 16 metr, bez ustun bo'ladigan bo'lsa, aka, patolog 230 ming so'mgacha qilib beraveramiz chiroyli. Patolog 230 ming so'mgacha. Xo'p, eng arzoni endi kvadratlar kattaroq bo'lsa, joylar yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq ob'emda qilsalar, narxini yana ozroq kelishilgan narxlar qilib beriladi aka, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Juda ham zo'r aka. Xo'p do'stlar, hozir bu yerda ikkita ish qilib berishgan. Bu tomonga bitta, bu tomonga esa mana shu ofislar uchun mo'ljallab berishgan. Xo'p, bu stoykalari qanaqa bo'lgan aka buniki? Stoykalari konteynerda lagaligi. Konteyner lagaligi bo'lgan. Ha, razmeri 20 ga 10 bo'ladi. Bu yog'i 20, bu yog'i 10 bo'ladi. Qalinligi 0,5 santimetr bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib berishdi mana do'stlar, qaranglar. Ya'ni asosiy qo'rg'alarni qilib berib turib, tepalariga mana qilib stoykalar chiqilgan. Stoykalarimiz aka? Stoykalarimiz deydimi, nima deydi? Ular 7 talik deydi, bizning xalq tilida 4 ga 4 deydi. 4 ga 4 deyiladi. Juda ham zo'r do'stlar. Qaranglar do'stlar, agarda tunika yoki bo'lmasa shiperni olib kelib bersang, yopib berish bonus. Bonus. Olib kelib berishsa. Ha, olib kelib berishsa, sraz olib kelib berishsa, yopib beramiz. Juda ham zo'r do'stlar. Agarda yo'q, kerak emas deydi xon bo'lsa, do'stlar, shunday holatda qolaveradi. Keyinchalik o'zim yopib olamiz, o'zi ham bo'laveradi. Juda ham zo'r. Xo'p, endi aka bu tomondaymiz, materiallar qanaqa bo'lgan aka? Bular pomni 7 likdan bo'lgan, 4 ga 4 dan bo'lgan, qalinligi 2 stena. Mana do'stlar, qaranglar. Qalinligi 2 stenadan mana shunaqa holatda bo'lgan do'stlar. Ya'ni do'stlar, sizlar joylaring mana shunaqa quruq holatdan shu holatga olib kelishning narxi 200 ming so'mdan 230 ming so'mgacha bo'ladi aka. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa quruq joyda mana shunaqa stoykalar bilan juda chiroyli holatda ko'tarib beradigan bo'lsa, xo'p, bu necha metr bo'lgan aka? Bu bo'yi 8 metr bo'lgan. Eni 16 metr, uzunasi 30 metr. Uzunasi 30 metr bo'lsa, qaranglar. O'rtaga bitta stoyka tushgan, ya'ni 15 metrga bittadan stoyka qo'yilgan. Ha, 15 metrga bittadan stoyka. Vau, do'stlar, qaranglar, juda ham zo'r. Xo'p, aka, undan tashqari yana nima ishlar qilib berasiz aka mana shu konteyner mahsulotida? Temirdan nima bo'lsa qilib beraveramiz. Sexlar, zavodlar. Ha, sex, zavod, stadion, любой anaqani yopib beramiz. magazinlar, tomi, kottejlar, tomi. O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqishaveradi aka, xudo xolasa. Ha, O'zbekiston bo'ylab esengi davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston aloqaga chiqishaveradi. Cho'tka qilib bitirib beramiz, xudo xolasa. Cho'tka holatda bitirib beradi. Xo'p, bu oraliqlar necha metrdan bo'lgan ekan? Oralig'i
buniki 140 qo'yilgan. Bu 40 ga qo'yilgan. Juda ham zo'r do'stlar. Qaranglar, bu yerga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz do'stlar, ikkitadan pastli stoykalar berilgan, pastga bitta, tepa tomonga yana bir qatordan juda chiroyli holatda qilib berishgan. Xudo xolasa garantiyalar bor. Agarda mana shunaqa qilib shipini olib ko'rsalar, shunday holatda qoqib beriladi. Bunisi bonus sifatida qilib beriladi do'stlar. Xudo xolasa narxlar o'zgarmaydi aka. Yo'q, narxlar mana shu 10-15 kunda o'zgarmaydi. Endi kundan kunga oshyapti konteynerlar. O'zgarib qolsa yana siraz reklama beramiz. Xudo xolasa do'stlar, hozir do'stlar akamiz aytishlari bo'yicha bundan oldin bir 20 kuncha oldin mana shu 150 minglik ishlarda 140 ming, 135 ming atrofida qilingan ekan, lekin hozirgi kunda narxlar oshib 150 ming so'm bo'lib qoldi. Ya'ni 10 ming, 15 mingdan oshib qoldi. Shuni hisobga, agarda do'stlar narxi o'zgarmagan bo'lsa, do'stlar eng arzoni, ya'ni stokas holati 130 ming so'mdan boshlanadigan bo'lsa, stokali qildirmoqsani 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha boradi aka. Yo'q, 230 ming so'm. 230 ming so'm. 300 mingga hali ish qilmadi, 300 ming. Hali qilgan yo'q. Yo'q, hali qilgan. Endi qilsa Xudo xolasa 10 yilda bir marta qilgan bo'lamiz. Boboda anaqa odam topib top qo'linsa. Xo'p aka, bez ustunsiz necha metrgacha qilib berasiz aka? Misol kattaroq. Ustunsiz 28 metrgacha qilib beramiz. Qilib beriladi. Qilib berganmiz, shunaqa qilganmiz. Xudo xolasa muammo bo'lmagan. Xudo xolasa yo'q, muammosizga javob beramiz. Javob beriladi Xudo xolasa. Xo'p, endi qarangki, bu yerda hozir adashmagan bo'lsam bitta tomonga qaratilgan. Kimdirlar menga bunaqa, ya'ni dumaloq shaklda qilib ber, yarim oy shaklda. Arka qilib berilsa arzonroqchi. Arka qilib berilsa 180 mingdan ham qilib beraveramiz. 180 ming so'mdan qilib beraveradi. Agar ikkita tomonga bunaqa qilib bersa, bunaqasi ham qilib beraveradi. Unaqasiga ham xohlagan shaklini chiqarib beraveramiz. Xohlagan shaklda qilib beraveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Bittadan lak bosib. Endi aka, mash kvadratimiz necha kvadrat aka? Mana shu joyimiz. Mana shu общий kichkina tomonlari bilan 600 necha kvadrat ham chiqqanda, keyin bittadan joyiga ahamiyat berish kerak. Ko'p odamlar aka mana stashkani kvadratini aytyapti. Hozir mashetimiz o'zi aslida 15 ga 29 joyda. Bu kendi tomi starapildan o'lchanadi. U boshidan bu boshiga 16 ga 20. Bunaqasi 30 metr bo'lib qolgan. Ko'pchilik aytadi, joyim deydi 25 ga 15 deydi. Ashi kvadrat ko'rib qo'yadi. Yo'q, tomni kvadrati boshqacha chiqadi. 50-60 kvadrat nimaroq chiqadi, ko'proq chiqadi. Ko'proq chiqadi. Shunisi. Xo'p, endi aka, ashi muammo juda ko'pchiliklar ana shuni so'rayman deb yaxshi eslatib qo'yasiz. Xo'p, joyni kvadratiga emas, material kelgan kvadratiga hisoblanadi. Biz tomni kvadratiga hisoblaymiz. Demak, mana shu tom necha metr chiqsa, mana shu stoykalardan boshlab turib yopib berishingiz narxi? Yo'q, stoykalardan boshlab mana nechta shipir kelsa, shipirni kvadratiga olamiz. Nechta shipir? Bitta kvadrat, bitta shipir 180 bo'ladi-da, 108 kvadrat bo'lsa, shuni 100 ta kelsa 100 taga ko'paytirib, 200 ta kelsa 200 taga ko'paytirib hisoblaymiz. Hisoblanadi. Tuniki ham shu. Shu yer o'zi 168 kvadrat bo'lsa, 200 kvadrat 198 kvadrat tuniga ketgan. Asha 198 kvadratni tushamiz. Shunisiga qarab hisob kitob qiladi. Xo'p, endi aka, stoykaliklar qanaqa hisob kitob qilinadi? Stoykan xuddi shunaqami aka? Stoykalarni stoykasini bilan nimasini hisoblab turib, puliga qo'shib qo'yamiz. Demak, stoykani o'zini bitta hisob kitob qilamiz. Misol uchun mana qaranglar do'stlar. Uni tomi, ya'ni mana bu chiqqan joyi addini shipirga ketadigan bo'lsa, bu pasi stoykasini kvadratini chiqariladi, shuni qo'shib qo'yiladi. Hisob kitobda shunday ketadi. Ya'ni yaxshilab tushunib olish uchun, ya'ni odamlarda noto'g'ri tushuncha bo'lmasin uchun hamma kelib joyini bas do'stlar. Stoykasi ketayotgan materiali tepasi yo tunuka shipirga qarab hisob kitob qilinadi. Shunaqa bo'ladi. Demak, o'zlaring borib o'lchab, aniqroq kvadrat metr chiqarib beradi. Aniq chiqarib beramiz bizga aytsa. Juda ham zo'r do'stlar. Xudo xolasa do'stlar, kimga shunaqa sifatli xizmatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, usta akamiz bilan ekranda qoldida aloqaga chiqaversa, biz kanalda ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, chiroyli narxlarda kelishgan holatda qilib berishadi aka. Kattaga rahmat. Sog' bo'ling aka. Bismillah. Rahmat, sog' bo'ling.